yillik o'sha kurashlarimizdan keyin akusher ginekologimizni oqlashga muvaffaq bo'ldik. Vrach har doim ham aybdormi? Juda ham aktual va yaxshi savol bo'ldi. Rahmat savol uchun. Mani javobim vrach har doim ham aybdor emas. Hozir mana 21-asr internet asri bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda xoh u Telegram messenjeri bo'lsin, xoh u Facebook, xoh u Instagram yoki YouTube kanallarida bo'lsin, shifokorlarning, ya'ni vrachlarning beparvoligi bilan, ularning noinsofsizligi bilan, ularning malakasini kamligi, malakasizligi, uquvsizligi oqibatida mani farzandim nogiron bo'lib qoldi yoki bironta bir qarindoshim nobud bo'ldi deb jar solamiz va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, prokuratura yoki ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat qilmoqdamiz. Shu arizalarimizni natijasida ular tomonidan, tergov organi tomonidan sud tibbiy ekspertiza tayinlanadi va sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra vrachlarimizga Jinoyat kodeksining 116 va 117-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atish va darhol uni sud organlariga mazmunan ko'rib chiqish uchun yuborish holatlari davom etmoqda. Bor. Yana bitta jumla shu joyda men qo'shib ketmoqchiman. Tergov organi o'zini shifokorga nisbatan tuzgan ayblov xulosalarida ko'p hollarda qo'sh tirnoq ichida aytib o'taman men. Juda ham chiroyli bir so'zni ishlatishadi. Vrach o'z kasbiga jinoiy beparvolik bilan munosabatda bo'lgan degan bir jumlani kiritib ketishadi. O'zi Jinoyat kodeksining 116-moddasi nima? Demak, bu shaxsni o'z kasbiga nisbatan beparvoligi yoki insofsizlik bilan munosabatda bo'lishi tufayli kasb yuzasidan o'sha lozim bo'lgan o'z vazifalarini bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi natijasida jabrlanuvchiga, ya'ni ular vrachlarning holatida patsiyentga, klientiga badaniga o'rtacha og'ir yoki og'ir tan jarohati yetkazilishi tushuniladi va bu bo'yicha jinoiy javobgarlik bor. Tibbiyot sohasi o'zi tor doiradagi soha bo'lib, bu sohada sodir etilgan qilmishlarga tergov organi faqatgina asosiy holatlarda mutaxassislarning xulosalari asosida baho berishadi. Chunki tergov organi ular 100% holatda yuristlar, biz kabi yuristlar. Bu yerda aynan tibbiyot sohasini tushunuvchi sud tibbiy ekspertlarining xulosalari berib boriladi va o'sha xulosalar natijasida, o'sha xulosalarning yakuniga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atiladi yoki jinoyat ishi qo'zg'atishdan rad etiladi. Bizda aksariyat hollarda amaliyotda bo'lyapti bu narsalar, jinoyat ishi qo'zg'atilib, mazmunan ko'rishlik uchun sud organlariga yuborilmoqda. Lekin har doim ham sud tibbiy ekspertizasining xulosasi asosli bo'lib chiqadimi? Savol. Javob har doim ham asosli bo'lib chiqmaydi. Men shaxsan o'zim amaliyotimdan kelib chiqib aytishim mumkin. Bir mijoz menga murojaat qilgan edilar. Akusher ginekolog. Shu akusher ginekologni himoya qilishim uchun men Sog'liqni saqlash vazirligini bitta buyrug'ini ko'tardim, ya'ni akusherlik va ginekologik yo'nalish bo'yicha klinik bayonnomalar, kesir kesish jarrohlik amaliyoti milliy klinik bayonnomasini o'qib chiqdim. Bu milliy klinik bayonnoma 500 varaqdan iborat. Akusherstvo nima, ginekologiya nima, kesir kesish jarrohlik amaliyoti nima, u qanday hollarda kesir kesish jarrohlik amaliyotlari amalga oshirilishi kerak va ishoning, biza 3 yillik o'sha kurashlarimizdan keyin akusher ginekologimizni oqlashga muvaffaq bo'ldik. Ya'ni jinoyat ishlari bo'yicha o'sha viloyat sudini apellyatsiya instansiyasini hukmi chiqdi, oqlov hukmi chiqdi. Shu joyda men hozir bitta sitata keltirmoqchiman. O'sha viloyat sudining apellyatsiya instansiyasini sud hukmidan bitta sitata keltirmoqchiman, qaranglar. Apellyatsiya sudlov hay'ati yuqorida bayon qilingan qonun talabidan, shuningdek apellyatsiya instansiyasi sudida so'ralgan mutaxassisning ko'rsatuvidan va tekshirilgan boshqa dalillar majburidan kelib chiqib, o'sha 2022-yildagi 30-sonli komission sud tibbiy ekspertiza xulosalari ilmiy jihatdan asoslantirilmaganligi sababli nomaqbul dalillar sifatida e'tirof etilib, ayblov asosidan chiqarishni lozim topadi deb keltirib o'tgan va aynan o'sha hukmda ko'rsatgan jinoyat ishlari bo'yicha o'sha bitta shahar sudini
22-apreldagi mani himoyamdagi shaxsga nisbatan chiqarilgan hukmi bekor qilindi va u Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1-2 bandlariga asosan reabilitatsiya qilinib, oqlandi va jinoyat ishi tugatildi. Undan keyin umumiy amaliyot shifokorini himoya qildim. Unda ham umumiy amaliyot shifokorini o'sha Sog'liqni saqlash vazirligini imенно ularning xizmat vazifalari nima, majburiyatlari nima, nimalarni amalga oshirish kerak ular, patsientlar bilan qanaqa gaplashish kerak, ularni qanaqa qilib soprovождение, ya'ni kuzatib borish kerak, bularni barchasini o'rganib, uni ham u holatda ham oqlov hukmini chiqarishga muvaffaq bo'ldik. Men demoqchimanki, har doim ham aybdormi degan joyida vrachlarni, yo'q aybdor emas degan xulosalari mana shulardan iborat. Endi yana bitta narsani bizani kuzatuvchilarimizga yetkazishni lozim topaman. Bu Jinoyat protsessual kodeksining 187-moddasi bordi. Unda ekspertning xulosasi o'sha tergovchi yoki sud uchun bir muqarrar daliliy kuchga ega emas deb ko'rsatilgan. Lekin bizani holatimizda tibbiyot aynan tor sohadagi yo'nalish bo'lganligi uchun bizda o'sha sud tibbiy ekspertlarining xulosalarini muqarrar daliliy kuchga ega deb olishadi. Bu esa hozir yuqorida aytib o'tganimdek, nima? Har doim ham daliliy kuchga ega emas va har doim ham asoslantirilmagan bo'lib chiqadi. Bu yerda boshqa mutaxassislarning ham fikrini inobatga olish zarur bo'ladi. Men shu o'rinda shifokorlarimizga bitta narsani, aynan tibbiyot sohasida ishlovchi xodimlarimizga bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Imkon qadar har bitta o'tkazadigan jarrohlik amaliyotini yoki masalan tibbiy ko'rikda o'sha patsient bilan muloqotga kirishganda yoki masalan yokida jarrohlik amaliyotini o'tkazayotganda audio yoki video yozuvlardan foydalanishlarini tavsiya bergan bo'lardim. Bu nima beradi bizga? Siz agarda yaxshi shifokor bo'lsangiz, jarrohlik amaliyotini amalga oshirayotgan bo'lsangiz, har bitta jarrohlik amaliyotida amalga oshirayotgan protsedurangizni fiksatsiya qilib borishingiz bu ertaga o'zingizga ancha yordam bergan bo'ladi. Именно o'sha standartlardan foydalanganligingiz, tibbiy klinik bayonnomalardan foydalanganligingiz sizni o'sha audio yozuvingizda yoki video yozuvingizda fiksatsiya bo'ladi, muhrlanadi va u ertaga sizga daliliy ashyo bo'lib xizmat qiladi. Rahmat, meni hozirgi beradigan fikrlarim, beradigan maslahatlarim shulardan iborat. E'tiboringlar uchun rahmat, sog' bo'linglar.